Mebellar baho berasizlar, xudo xolasa qaranglar. Hech tushibdi, dahshat o'tdi muqaddas opa. Ko'zim qizday mana nima qarang. Uejan daqib beramiz. Xudo xolasa. Ona qara, zo'rlanmay ishyaptilar ey. Zeribboy rahmat aytib ketamiz. Zeribboy usta, xudo xolasa ona qara. Cho'tga tuzatibdi mana. Bir bo'ya beramiz endi, xudo xolasa. Zo'r aytibdi mana. Ona qara. Oy, tamam. Ne deyin? Chiroyli to'shapti bir. Bu qaysi boy ekandan kam ne bo'ldi? Zakon yo'qdi. Bir gaz plita keladi. Kimda kim gaz plita beraman desa Instagramdan neden yozaverasizlar, xudo xolasa ehson qilaman derlar muqaddas opa. İbide ne bo'ladi? Vitishkasini qo'yamiz. Xudo xolasa ina. Chot, ibide gaz balon, ha? Gaz balon bera qo'yamiz, bera xolodilnik qo'yamiz ina. Xatarna mebel o'tdi. Voy. Kimga mebel kerak bo'lsa, xudo xolasa aytaverasizlar, shu balaga. Ina. Bizlar bu ehson yordam bu. Xudo xolasa yordam etib ishlab berib, qo'l haqqisini beramiz, boshqa qilamiz. O'zi shu muqaddas opanga demak ishlab bergan. Zo'r o'tdi bir, ha? Natijani patolog, mebel dahshat tushibdi beri. Rahmat, Xudoyim menga jamalaringiz. Rahmat, salomat bo'ling. Nima qara. Eshikam cho'tki chiqibdi endi qara. Buni siz tanlabsiz rangini. Men aytdim muqaddas opangdan so'ranglar dedim. Nechki rang bo'lsin bu dedim. Dinaradan so'rasam dinara shuni. Shunday rang bo'ladi dedimi? Zakoni bo'pti. Endi banimiz qolib turibdi, xudo xolasa, to'g'rimi? Banimizni uzatib beramiz ekan. Banimizga tushamiz, xudo xolasa. Hammasini bir de ozroq ishimiz bo'zatilib turibdi. Xudo xolasa, bu yoqqa qaranglar. Cho'tki bo'pti lekin. Birimiz ham uzatib beramiz. Xudo xolasa bu ham tayyor. Vajanni qo'yamiz, shuni mebelga kusib turgan edik, qaranglar. Ivandan bir katta olib bering. Zo'r bo'pti lekin. Kimga mebel sohasida, ne только kuchni mebel, uyingizning liboy mebeli, xudo xolasa, patologingiz, shifringiz, hammasini ishlaydi. Flotnik usta Zeribboy nomerini qo'yib ketaman, ekranlaringizda bo'ladi. Telefon qilinglar. Sizlar ko'rgan mebellaringizdan o'pishim darajada arzon. Shuni necha zaman bitganini kommentda kutaman. Qaranglar. Bir endi u metrni bilmayman, uzunligini katta, rasmi katta erish ekan. Necha so'm bo'ldi? Taxminan shu necha so'm bo'lishi mumkin. Shu mebel. Ko'rdingizmi? Zakonni sifatli ishlangan. Endi dedim, qimmat mebellardan emas bu, obunachilar. Обычный mebellardan. Dedim, qimmat emas. Normalniy. Bizlere. Lekin bu o'ta qimmat narsani beradi, effektini. Ona qara. Qoyil uyima. Men uyima shuni zatirib ko'p mazir qo'ysa satadi bizakini. Usta. Cho'tki o't. Ibellarni ham qo'yib bersa bo'ladi ekan. Buni endi bu kileylanib turgandan keyin qo'ymagan bu ejanni. Buni kileylanib turibdi-ku hozir. Mahkam bo'lsin biratalar, qurib bo'lgandan keyin sirib, tozalab, kanalizatsiyalar bor, ulab beramiz, suvlari bor, hamma joyga kelib turibdi. Ulab beramiz, xudo xohlasa, shik tayyor. Vo! Uyda yanalar ham bor ekan mana. Turgan suvda uchiraman hozir zo'r chiqadi. Yanalar ham qo'yib kesibdi. Ha, yo'q, shapkan te yanada ekan, ha? Qarang'ida hozir bilinmay yaqtib o'tibdi, ina bildilarni beklab beragan qani, ichi chiqadi ekan. Oh! Ey xarob, zerib bo'lsa, dim dahshat o'tkazibdi mana, ha? Inha, palchiq, inha fil deydi-ku. Cho'tki o'tdi lekin bu tifilam. Xudo xolasa qara, cho'tki mebelim. Svetlarim o'chirsang, atrofdagilar ham qo'yib ketdi. Bilanda yo'qmi ekan buni? Yo'q, shudan beradi ekan paysa qarab yaqtini. Zo'r bo'pti. Xudo xolasa uyimizga baho berasizlar. Muqaddas opani uy bilasizlar, ancha bo'ldi kelmadim. Bir baho berib sizlardan chiroyli kommentariya, chiroyli like. Like'lar tekin besplatniy, kommentariyam tekin. Yozing ko'nglingizdagini. Ustaga rahmat deng, ustalarga rahmat deng. Sizdan birdan rahmatingiz ham yetadi bizlarga. Yordam bizlarga, ehson bizlarga, xudo xolasa. Shuni ayaman. Birdan like, tekin, xudo xolasa. Kommentariya. Bizlarni musofirdan ko'rib o'tirganlar, uzoqlardan ko'rib o'tirganlar, hammangizga rahmat. Bilaman, videoni addi shu kutib boryapsizlar. Birinchi videodan boshlab, shuni boshlaganimizdan boshlab. Xudo xohlasa, rahmat. Chiroyli kommentariya, like'larimiz ham tirs bosib ketasizlar. Shuni yordam proyektlariga bosinglar. Bu ishga qaranglar. Shuni ustalar ko'rib, tadbirkorlar ko'rib, bizlarga shu sizning bosgan like'ingiz, kommentariyangiz uchun nelar qilib tashlabdilar, ko'rdingizmi? Vah, mebel endi. Ha, bir ekan vajari. Hamma vajari bor ekan. Hamma vajari bilan turibdi ekan.
Koyil. Emin neleri var ekan, qimmat nelerden ishab berdi bizlar buni, zirpoy usta qara. Yomon qara. Bunda meyve yuvasan mana jetasan. Koyil. Rahmat ay. Qara meyveler. Bulardan ola böyle açık ham görmedim ben. İşlerim bir akril mi çıralı çıkıp işlerim. Qop-qora bolup yine qaranglar. Qaranglar. Katta veje sig'adi bilan zo'r açık ham görmepmen ne ola bu içinde de. Zo'r, konkret o'zi beklenadi yine. Astaqqina. Yine sizlere shuni mebel ishlatamanda yurgan musofirdan meni kuzatib turganlar, shu Xorazm Qarabağ bemalol telefon qilaverasizlar. Ustayna bizlerin baş şu videolarımızda kömekleşkeden Zirpoy haceke buladı. İnsaflı Xudo xolasa. Sizi hakkınıza xıyanat kılıp, başa kılıp, üstüne yakadın pulu mindirip metadan balamayız. Usta kol mehnet işi. Yani siz bir sil veremiz çanlar bu. Siz görgen mebellerinizde ben reklamma kılıp durgan doğru mebel o. Tayar ustadan kolundan çıkıp satıva çıkadı ki pul azrak minedi doğru kımmat görgenizde. Ustanın kol mehneti uyingizga ekkelib, qurib, hamma narsasi bilan joyla-joyini o'rnatib, urvinda, tarazında qo'yib berib ketgandek u boshqa narsa. Magazindan sotib olgandan ustaga shuning uchun ko'p odam zattiradi. Qildiraman derlar, shundan insofli, yaxshi, bizlarga ko'maklashtirgan insonlardan ishlatinglar. Ana xursand bo'lsin, ulam xursand bo'lsin, bizlar reklamma qilib beraylik, vajini foydamiz deysin. Qarang, ko'ringlar, kamiz yeri bo'lsa, o'zingiz biza bilan kafil yapıştırmadık, siz kafil yapıştırtırın, farkı yok, onun imkoniyati bor. Bize kafil etmedik, özünün nesini anneden koyup beraverdi. Suda çişmeydiğen plasmas vejenden. Bu vejenden yaman emas, kalın neden. Hemen onu özgetirip, xohlagan neyinizde stilinizi etip beredi. Ya yok, yine mebel. Banimiz hem azırak kaldı, opunacılar. Xudo xolasa. Uyumuzun fasatına köp adam komentar yazıpsılar. Şunda kalaversin. Çünkü yankı ben işlegen proyektlerimde obunaçılar. Renk bergenimiz 3 kitedden renklenen kuyaş yedi beraber. Sarı urg'ayimiz oppoq qopti bir qarasan. Bunu köpingiz yazıplar, bunu şükür kuramız, tekstlimiz. Hazır bu bir narsa suloy tartılıp turibdi. Shipirlar ham nelarni qaqqalla boricha issi yomon bo'lib turibdi. Buna renk bermeydigan bo'lib turibmiz. Kommentda kutaman yazinglar. Köp adam yazıp tashlabdi, renk berikmi buna ya şu holini ajdaqlab shuni oppoq bo'lib tursinmi desek, köp ustalarımız ve bize de göredi, Rossiyadan göredi, başka yerden. Bilesizler bir issir. Kraski ursak yankı deyin. Ne oldu siz aytın? Işegenlerimiz bir yıl ötkenine rengi özünü yok atıp tuttu gücünü. Özgerip kalıp tuttu. İşte böyle bir şunun kalsın eleyi bu net miydi? Net bile farkı yok. Rengen bir çelek bilen bitedi bizlere. Üyümüz çok çubuptu. Xudo xolasa Hazreti Mukaddes Abba dua qilib o'tiradi sizlarga. Uyimiz o'zgarish zakon. Bu antenni toza dikladingizmi ya? Akşam komşular gelip sepet gitti onu. Televizorlabmi? Üstünde iğnesi güyenmeken şunu tazadan koydular 10 bin so'm kelib tam sizlar sepet gitti. 10 ming so'm kelib? Yani sütürü güyen dedim. Ha, anten nima? Men ham hayron qolaman, balanddan yo'q edi. Neden balandga ko'tarib filan buni? Balandmadi ya. Bir de televizorem düşmedi, pes koysan televizorem antene düşmeydi da obunaçılar. Şu için hem belente götürediler da bir de. Bir çetrak muanna keyin siyaz sel navanna keyin belent götürediler. Uyumuz çotki aynalarını koyup beramiz, hali qistaq yok, issiq hazır. Ayna qo'yisham shart emas. Rahmat Hamidjon eshiklar uchun. Allah ziyada etsin, barakasini bersin. Stupinkalarni qo'yib beramiz. Zakon bo'libdi. Joyimizni bir baho berasizlar. Ustalar yo'q, ustalar yerda ish yuribdi. Fasatını birinci urib ketdilar. Buni shukr ko'radilar, salqinda kelibdan Xudo xolasa o'zini ko'ramiz, maslahatlashamiz yana bir bor hali. Xudo xolasa o'z fikrlaringizni kutaman, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani Yanboshqalar Ofi uzoqdamiz bize. Xudo xolasa. Shunda chekkadagina qaranglar bir joyini. Xudo xolasa. Bir de Dinara bilan Muqaddas opa yashaydi. Shuni uyindamiz yana. Bitib qoldi Xudo xolasa. Chiroyli, eng menemen degan, ne deydi endi? Görüp oturganlar bu haber ketesizler, ben sizlere aytmayın. Kanallarını belgilerini görsatganman. Görmeyenler olsa aldığınki videomu ötüp göresizler. Instagram'dan ham görseniz orada karotki videolar koyup baraman. İçlere aboy belgileri, organa indi kelidordamız hazır. Şu meyveli küt turgan edik. Meyvelimiz hem ucu zakas bergen bitirip akşam koyup kettim, ben gel almadım. Xudo xolasa rahmat, meyvelem çok küçük çıktı lakin
meni havasim ketdi lekin zo'r. Sizlardan ham bir chiroyli kommentariy kutib qolaman. Musofirdan, uzoqdan, O'zbekistondan har yerdan kuzatasizlar bilaman. Rahmat avalanbor. Hammalaringizni o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Xudo xolasa kutaman. Ina joyimiz. Hali buna yana bir kelaman. Meni birlarni ustalanatsin. Hozir g'aj ne vaqti. Lekin salqinda bir sal uzoqlik atadi. Shu sababli ustalarimiz kesib turibdilar-da. Oydin, belki joylar zatilgan, aş verediler ponni, akvayna hamma zatilgan. Bu gana işlerimiz, kuhyimiz, banimiz kaldı. Yordam kılaman diyen hoca kelere, bemalol komentar yazın, Instagram'dan bağlanırlar bana, gaz plitesini beringler yine yordam kılaman diyenler. Yine o vitişkesi var, bani duruptu, kömekleşemem. Bana şu ailega kömekleşseniz de oldu, xursand olama. Xudo xolasa. Banimizde arış sonu berseniz de buladı. Yine o kirmaşin beringler şu ailega yine. Xudo xolasa eksana sherik bo'linglar. Bor, ish yurishib turgan tadbirkorlar bor. Shuni eksan qilib o'tirganlar yo'q emas, Allohga shukr. O'zbekistonning kuchini, qudratini yo'shat ko'rsatasizlar-da. Birlashsak biza voy bu narsa nima bo'ladi? Xaladinlik bor beda masalan o'zlarida bor. Gaz plitasi yo'q, ya'ni bani Ariston, Pariston, nasos, pasos, kiryush, mashina, ashuni bejarib bersangizlar ham ana sizlarga tadbirkorlar, boshqalar eksonim bor, ekson qilaman. Sadaqam bor deb o'tirganlar, marhamat. Ina sizlere Xudo xolasa. Bizlere aloqa chiqsangiz adresini aytamiz. Ikkalang bir xursand olamiz. Butunlay xursand olsin. Xudo xolasa. Rahmat avalanbor ham qilib turibsizlar. Org'i loyihamiz, undan org'i loyihalamizdan birgamiz qilib turganlar bor. Undan kamiz yo'q. Rahmat ko'rib o'tirgan insonlar hammalaringiz ham boringizni dikib, boringizni ko'maklashtiribsizlar. Shundan bor, yo'q emas. Bizning elimiz, bizning yurtimiz katta. Haqiqatdan ko'p yurtdoshlarimiz bor. Shuning eksani bu videoni ko'rib, shuncha aytaman, like bosib, kommentariya, boshqa narsa kerakmaydi. Ekson sizlarning ham shu qo'lingizdan kelsa shu yordam qilaman shunga deb turganlarim like bosib, kommentariya yozsangiz ham videomiz shularga yetib boradi, xudo xolasa. Yetib boradiki, shu insonlarning eldan chiqsa qarshisine ya ko'maklashib beradi. Bir o'zining narsasini hissasini qo'shsam, bizlar ham katta yordam, xudo xolasa. Uf, hissi yomon. Bu hisslari, bu videoları qishda ko'rsak, xudo xolasa, qor yog'ib turganda. Ana bu nemizde qatnadik-ku. Shunda qorda Galilotda kelar edik. Dayqaqda, batqaqlardan geldik. Proyektimiz ham ko'p cho'zildi, qachon edi boshladik, to'g'ri. Endi o'zimiz ham nemize qarab, xudo xolasa, nemiz yo'q-ku. To'g'rimi? Qistog'imiz yo'q, o'sha chiroyli qistammin borimizni aytibina. Uyga kirsang uch bir nima deyin, dacha-pachadan qarang. Dacha-pachadan mana qarang. Bir boshqa narsa bo'ldi. Uyni ichkada oldingi holi, eshik berek o'chdi, bu yoqda eshik edi, bu ham bani bo'lib ketdi. Yana ikki dona xana anam abo'y zatilgan. Xudo xolasa ichlarni bir ko'rsatib bersangiz, ina patologlar ham chiroyli, misoli, ina oldingi ko'rganlar o'zingiz baho beraverasizlar, abo'ylarni. Shu obunachilarimizning qo'llab-quvvatlab turgan dastagi bilan chiroyli uy bo'ldi, qarang. Birga joy ham zo'r abo'y bo'ldi. Xudo xolasa. Döşeklerine yardım etsangiz bo'lardi bizlarga kelgan. G'olib-poli, g'olachilar bor bizni ko'radigan tadbirkorlar. Xudo xohlasa. Ana, shunday uyimizni bir o'zlaringiz boshimdan ko'rib turgan yurtdoshlarim kommentariyada kutaman. Eshik bergan ham eksayna yordam bizlarga bo'lmina. Katta yordam. Qarang, qimmat eshiklardan berib qo'ydilar. Zakonni bo'ldimi, qarang, tirs ochiladi. Rahmat. Prosto eshik emas. Qalin eshik, zo'r eshik berib qo'ydilar. Eksana kelgan. Lekin bu gece qoyil kaldım. Zor meyveli lekin zerikboy, qo'ling dard ko'rmasin. Shu ustagam kommentariyada yozib ketasizlar. Qo'llari dard ko'rmasin. Rahmat lekin. Qoyil. Zo'r bo'libdi lekin haqiqatdan. Baho berasizlar. Zo'r nelardan ishlatibdina. Qarang, tarz yapılmaydi. Yani ben qimmat nelar reklama qilganda shuni yapıladi zo'r deb qimmat veja ishlangan deydilar. Qimmat veja, to'g'rimi? Bu veja sifatlisini. Sifatli vejadan ishlaydi. Gaz balon bab gerek bizlere içine dık koyarım işin kaptırdı. Ana. İberetmem. Bu ne? Bilmiyorum. Ha yok. İndi işledi. Yap bolşun görmez. Bu tacını dahşat kıldı lakin. Tacam neye koşuptu? Depeye. Depem eksan. Caesar natijini patologdan. 4 yılımızda Caesar 50 kala Beruni 4 yılda Caesar natijini nomer adın kublasılar ko. Köp adam. Yani yazıp Caesar'dan soğuğa da bir yazlar bekleyip dağıp gitti yiğitlerimiz. Rahmet. Caesar rahmet sizlere. Eksallan çot ki patolog oldu. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa. Zo'r. Bir yirtilibmi mana? Ayo, o'shinimi? Ayo, gülün çizgi ekan. Çizgi gülün.
Chiziq ekan o gülüm, yig'ilib ketmagan deb halidan. Yo'q, guling narsa ekan u, chiziq ekan. Gap yo'q, zo'r. Endi, ha? Ha, o'zim chiziq ekan. Mana hayron qolibman. Ho. O'chmaydi-ku bu. Qarang, zo'r bo'libdi-lekin, ha? Endi bir cho'tga uzatib beramiz, xudo xolasa zo'r. Baho berasizlar bo'lgani shu. Men aytajak nima yo'q, meni tilim ojiz bo'lgani shu. Uyimizga. Gap yo'q, zo'r chiqdi lekin. Tap o'zimizning uyimizni uzatganim bo'ldik, haqiqatdan. O'zimizning uyimizni zo'r bo'ldi lekin, ha? O'zimizning uyimizda nechik pul sarflab ishlaymiz. Tap shunday, bundan ham pul oy olmadi, boshqa aytilmadi, hech bir narsasidan qisq qolinmadi. Har bir narsasini. Rahmat. Malyarisidir, oboyidir, ina mebeldan ham doğru məsləhət bo'ladi-ku, endi necha uzatib bering, necha bo'ladi. Zo'rindan. Gap yo'q. Hali bu endi zo'r deganam nima emas, ishlasak ustamiz qoyil har proyektimizda, har loyihamizda zo'rimizda ishlab berib turibdi. Cho'tkisidan. Yomon emas. Rahmat. Endi bellar sizlarga men kraska etib, bo'yatib, cho't etib, kemiskudiki netib berib beraman. Xudo xolasa. Yomon emas. Keyin video olib berib beraman-da, ko'rsataman sizlarga. Zo'r bo'ldi. Gap yo'q. Esa, obunachilar gaz balon ekkan ekanlar. Bizlar tushirmasin qo'yib almashtirib berki yordam ekan bulan ekan. Shu yo'ring bolalar ekan bular ham. Rahmat. O'zlari ekkalib almashtirib bu qadar safar gaz balonini almashatib beradi ekanlar. Men tushirmang dedi, gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Rahmat, shuni yordam, poddisha qilib turgan hammalaringizga rahmat. Siz kommentarlaringizni o'qib turibman, xafa bo'lmanglar. Rahmat sizlar ham. Ko'pingiz yozibsizlar bir ikki kommentariyada shuni bundan keyin kommentariyada javob bermaydi, boshqa. Yo'q, qaysi birine javob beren yurtdoshlar. Yozinglar, xudo xolasa siz ham nalaringizga like bosib, chiroyli shu videolarimda javob berib ketaman men sizlarga. Keling, bobolar tushmasin, tushirmaman dedi. Yazing o'z fikringizni. Qo'ldan kelgancha shuni video qilgan vaqtim men sizlarga aytib ketaman. Rahmat, halamam. Hamma yerdan kuzatib turgan bizlar Samarqand yurt ishlaridan kuzatadiganlar, Surxondaryo, Qashqadaryo, hamma yerdan Rossiyaning nelandi uzoq yurtlardan musofirlarimiz hammasi ko'rib o'tibdi. O'zining yurtini ko'rganning shu, o'zining elatini, mahallasini ko'rganning xursand bo'lib o'tiribdilar. Shu videolarimizni ko'rib. Rahmat sizlarga. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Ana, uyimiz ham xudo xolasa arabar beramiz, azroq nelarni shulardan bir chiroyli uy bo'lsin, xudo xolasa tap. Ya'ni sizlar ham ko'rib o'tirganlar, tap o'zingizni uy remont qilganini ko'rib o'tiribsizlarmi? Tabii shu, bizning ham shu. O'zimizni uyimizni remont qilib o'rgandik. Esa rahmat hammangizga, chiroylisidan like, kommentariya bosib qo'yasizlar. Görüşguncha qalaman.